Hammaga assalomu alaykum. Siz Comix.uz kanalidasiz. Kanalimizga xush kelibsiz. Biz bu kanalda yuz parvarish qilish haqida barcha ma'lumotlarni va juda ham qiziqarli faktlarni va butun Koreya olamidagi kosmetika bo'lgan yangiliklarni aytib o'tamiz. Kanalimizga xush kelibsiz. Agarda bizni kanalimizga a'zo bo'lmagan bo'lsangiz, birpasda a'zo bo'ling. Bugun biz sizlar bilan 2025-yilning eng zo'r, eng hiti va eng kuchli va eng sevimli bo'lgan kosmetikalarni saralab chiqamiz. Qani ketdik. Birinchi nominatsiyamiz bu teri parvarish qilishi. Bu o'ringa birinchi o'rinda IBT Cosmetics'dan Redushotni beramiz. Demak, mikroignalar. Nega bular mashhur? Bu oddiy serum emas, sababi 2025-yilning haqiqiy trendlaridan biri hisoblanadi. Mikroignalar texnologiyasi teringizda mayda kanallarni hosil qilib, folim pigmentlardan chuqur kirishga yordam beradi va natijada yuzingiz silliq teksturaga ega bo'ladi va yuz tarang bo'ladi va yuzingizning rangi bir xil bo'lib qoladi. Bu yil Koreyada ham, hattoki xalqaro bozorda ham eng ko'p muhokama qilingan uy sharoitidagi mikronitlarning o'rnini bosuvchi vositalardan biri hisoblanadi. İkinci mahsulotimiz bu Dr. Alte brendidan 345 kremi. Nega bu krem shunchalik birpasda tez mashhur bo'lib ketdi? Sababi oddiy, juda ham kuchli, lekin juda ham yumshoq chuqur namlantirib beradi. Tez shimiladi, hattoki yuz teringizda porlarni yopib qo'ymaydi. Ayniqsa sizga teriga juda ham mosdir. Ko'pchilik uni ishonchli bazaviy krem deb hisoblaydi. Yozda ham, qishda ham juda ham yaxshi yordam beradi. Uchinchi mahsulotimiz bu Anova brendidan niacinamid kislotali serumdir. Nega bu juda ham mashhur? Pigmentatsiya, dog'lar va yuzimizdagi xira terini ham teriga qarshi eng ideal kuchli duet hisoblanadi. 2025-yildagi bloger va skin kommentarlarda eng ko'p muhokama qilingan serumlardan biridir. Foydalanuvchilar teri rangini sezilarli darajada yoritib berganini ta'kidlab o'tishadi har doim. To'rtinchi mahsulotimiz bu Turiden brendidan Diving lineykasidir. Nega bu lineykasi mashhur? Minimalist, toza tarkibli, chuqur va uzoq namlantirishga egadir. Toner, serum va krem bir-birini mukammal to'ldirib boradi. Teri namga to'yingan, yanada yumshoq va zich bo'lib qoladi. Koreyadagi eng sevimli namlantiruvchi lineykasi hisoblanadi. Va keyingi mahsulotimiz o'sha mashhur Arense brendidan guruch ekstrakti bilan tozalovchi kremdir. SPF va makiyajni juda ham muloyimlik va to'liq tozalab beradi. Hatto teringizni ham quritmaydi, aksincha yumshoq qilib qo'yadi. Ko'p bosqichli parvarish qiluvchilarga orasida juda ham mashhurdir. Ikkinchi nominatsiyamiz bu esa make up. Nima deb o'ylaysizlar? Koreyada make upda qaysi qo'shon birinchi o'rinni oladi ekan? Bu albatta o'sha mashhur Clio qo'shoni. Yuz teringizda juda ham uzoq vaqt saqlanib turib beradi va yuz teringizda hech qanaqa maska effektini qoldirmaydi. Issiqda ham juda ham mukammal turib beradi. 2025-yilning eng ishonchli qo'shonlaridan biri sifatida tilga olinadi va tan olingan. Va Koreyada 2025-yilning haqiqiy yulduzi bu Fivi brendidagi pomadachalari qo'limda ko'rib turganingizda. Mana bu qo'limdagi pomadachasi esa labingizga ozgincha ob'yom berib, buni ham ikki xili bor. Demak, 30% labingizga yengil ob'yom berib va rangini yengil qilib qo'yadi. 70% esa juda ham chiroyli ob'yom berib va yorqin rangni keltirib chiqarib beradi. Keyingisi esa jile ko'rinishdagi gloschalar, mana qo'limdagi, hattoki buni o'zida juda ham qulay brelokchasi bor, ichiga solib olib o'z bilan yursangiz bo'ladi. Bu jile ko'rinishdagi bo'ladi. Keyingi nominatsiyalarimiz esa Clio brendidan ko'zlarimiz uchun palotka, qo'limda ko'rib turganingizdek, bu palotka juda ham zo'r, demak vodostoykali, o'zim foydalanganman. Surganingizdan keyin birpas o'chib ketmaydi, kun davomida turib beradi. Va buni qulay tarafi shundaki, endigina makiyaj qilishni boshlaganlar uchun flamassiv ko'rinishi juda ham osongina birpasda chizib olishingiz mumkin. Keyingisi Perpero brendidan qoshlar uchun tush. Bu tushimiz qoshlaringizni birpasda ham bo'yab beradi jigarrang rangga va hattoki qoshingizni laminatsiya qilgandek holatda qilib bir chiziqda tarang qilib qotirib beradi. Kun davomida kelasi makiyaj juda ham uzoq holatda ushlab beradi. Keyingi nominatsiyamiz bu tana va sochlarimiz uchun bo'lgan parvarishga kiradi. Bilasizlar, koreyslar hattoki tanasini ham, sochini ham parvarish qilishni esdan chiqazmaydi, albatta.
Koreyada birinchi o'rinda turgan eng mashhur brenddan keramik lineykasidan Elion brendini tanlovchi bo'lgan losyonni bu losyon hamma, hattoki yosh bolalarga ham qulay, foydalansa bo'ladi, bezarar, tanamizni quruqdan juda ham chuqur namlantirib, yumshoq qilib qo'yadi. Sochlarimiz uchun bo'lgan o'sha mashhur Miss Essence va Gross brendlaridan soch uchun maskalar, demak mana bu qo'limdagi Miss Essence'ning maskalar sochimizga uzunlik, yorqinlik beradi. Gross brendidagi esa mana bu masalar va trementlar sochimizdagi ildizlardan boshlab oziqlantirib beradi, to'kilishga qarshi hammasi. Keyingi nominatsiyamiz bu maskalar va pedlar yuzlarimiz uchun o'sha har yili Koreyada birinchi o'rinni olib kelayotgan Mediheal brendidan Madagaskarli pedlar bu yallig'lanishga qarshi tinchlantiradi, qizarishni yo'q qiladi va juda ham chuqur namlantirib beradi. Va maskalarning ichida eng mashhur Roundlab brendidagi Doktor lineykasining maskasi. Bu maska hamma yuz terisiga juda ham mos tushadi va tinchlantiradi va namlantirib beradi. Mana eng sevimli maskam. Zerikib qolmadinglarmi, qizlarjonlar? Keyingi tanlaydigan nominatsiyamizdagi bu maskamiz o'sha mashhur Medicoop brendidan kollagenovый maska. Buni albatta kechqurun surasiz, ertalab uyg'onganingizda yuz teringiz tarang bo'lib turadi. Eng buni mashhurligi shundaki, buni teksturasida, xuddi teksturasi ko'rinmaydigan plyonka teksturaga egadir. Va keyingi nominatsiyalarimiz har yilda Koreyada o'z o'rnini topib kelgan, hech qachon o'rnini bo'shatib bermagan o'sha mashhur Roundlab brendidan SPF'lari ko'k lineykasi mana bu va rozovisi bu ton bertiradigan SPF'lari hammamiz bilamiz, demak ko'kni namlantirib turadi. Rozovis ton beradi va o'sha mashhur Skin On Madagaskar brendidagi mana bu SPF va albatta Doktor lineykasi toneri. Bu tonerimiz yumshoq namlantiradi va yumshoq peeling effektini beradi. Bu brendlar har doim o'zini o'rnini hech qachon hech kimga bo'shatib bermagan. Doim birinchi o'rinni olib kelgan. Keyingi brendimiz esa bu Aestura brendidagi butun lineykasi. Koreyadagi dermatologik kosmetologlar klinikalarda ham keng qo'llab kelishadi. Eng sezgirliklar uchun juda ham mosdir va imенно barrierni tiklovchi formulaga egadir. Bu juda ham Koreyada mashhur brend hisoblanadi. Demak, xulosa 2025-yil yana bir bor isbotlandi. Koreyada kosmetikasi bu shunchaki trend emas, bu balki ilm, texnologiya va haqiqiy samaradorlikdadir. Bu mashhurlar ko'p bo'lishiga sabab xaridorlar ularni qayta xarid qilib olishidadir va tanlashidadir. Videomiz yoqqan bo'lsa, albatta bizga like bosing. Qaysi vositalarni siz sinab ko'rgansiz va sinab ko'rmoqchisiz bo'lganingizni kommentariyaga yozib ketishingiz mumkin va siz buni topga munosib deb o'ylaysizmi yoki o'ylamaysizmi, buni ham albatta yozing bizga. Sizni fikringiz juda ham qiziq. Albatta bizning kanalimizga ham obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Asrli Koreya kosmetikalarni faqatgina bizning do'konimizdan olishingiz mumkin.